Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Mening ismim Alona. Men Ansan shahardagi xorijiy fuqarolarni qo'llab-quvvatlash va maslahat qilish markazida tarjimon bo'lib ishlayman. Ozgina o'zimni tanishtirmoqchiman, chunki oldidan bizni sentrimiz haqida ma'lumot, qanaqadir yangiliklar bo'lsa, o'shalarni aytib bermoqchiman. Men Xorazm viloyatida Xanqa tumanida tug'ilganman va Urganch davlat universitetining ingliz tili filologiyasini bitirganman. Hozir Koreyada koreys tilini o'qib, topik 5-darajam bor. Men Koreyada yashaganimga уже 5 yil bo'lgan. 3 yil ichida zavodda ishlaganman. Zavodda ishlagan paytimda o'zbek tilini yaxshi ishlatmaganman. Shuning uchun hozir ozgina qiynalyapman. Lekin hammasini 100% tushunaman. O'sha uchun bemalol telefon qilib maslahat olishingiz mumkin va bizni sahifamizga obuna bo'lib, klass bosib, repost qilib, shunaqa qilasiz degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat.